Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Pythonda looplardan biri for loop bilan tanishamiz. U qanday ishlaydi va qanday amallar bajarish mumkin. Cheki fayl yaratib olamiz. Misol uchun keling bizdan 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ekranga chiqarib berish so'ralsin. Va biz print qilib, print ichiga 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni yozib chiqishimiz mumkin. Va bu best practice'ga ko'ra, masalan uchun biz agar bizdan 1 dan 1000 gacha bo'lgan sonlarni so'raydigan bo'lsa, biz print ichiga 1 dan 1000 gacha bo'lgan sonlarni yozib o'tirish ancha noqulay va bizdan ko'p vaqt oladi. For orqali, ya'ni Pythonda for operatori orqali buni amalga oshirishimiz mumkin. Misol uchun in range degan funksiyasi bor. 5 beradigan bo'lsak, bu yerga qo'ying. Masalan, mana bu yerda Visual Studio Code'da agar internet ulangan bo'lsa, mana bu yerda takliflar chiqishni boshlaydi. Kod yozayotganda bu xo'sh, qaysidir joylarda yaxshi, lekin hozirgi o'rinda unchalik yaxshi emas. Xuddi sen kodni yoza olmaysan degan tarzda mana bu yerda qanaqadir takliflar chiqishni boshlaydi. O'sha range degan shu sonlarni, ya'ni biz 5 beradigan bo'lsak, o'sha 0 dan boshlab 5 gacha bo'lgan sonlarni hisob beramiz. Misol uchun agar 100 beradigan bo'lsak, buni bu yerda ko'rishimiz mumkin. To 0 dan boshlab 1 gacha. Xo'sh, 1 dan boshlab agar biz 1 dan boshlab 5 gacha chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana bu yerga 6 qo'yishimiz kerak. Ya'ni har doim mana bu yerdagi sondan bitta kam chiqaramiz. Mana bu yerda ham 100 ta bergandik, 99 gacha bo'lgan. 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni ko'rishimiz mumkin. Va shuni 10 gacha qilaylikda, mana bu yerga 2 qo'yaylik. Ya'ni qadamlar soni 1, 3, 5, 7, 9. Ya'ni 1 dan boshlab har bitta, ya'ni 2 ta qadam tashlab sanab ketadi. Ya'ni 1 dan 2 keladi, 2 ni tashlab 3 ga o'tadi, 3 dan keyin 4 keladi, 4 ni tashlab 5 ga o'tadi. Mana bu bir qo'ygan joyimiz birinchi keladigan bu start. Ya'ni qaysi sondan boshlay. Keyingisi mana o'rtadagi esa end, ya'ni tugash. Agar biz 10 beradigan bo'lsak, 9 gacha bo'ladi. Ya'ni biz 10 da tugaydi dedik. 10 da o'sha 10 da qolmaydi. Buni o'rniga xo'sh, ixtiyoriy sonni kiritishimiz mumkin. Keyingisi mana bu step, ya'ni qadamlar soni, ya'ni nechta qadam sakrab ketishini bildirishimiz. Agar bu yerga 1 qo'yadigan bo'lsak, o'zi avtomatik 1 turadi. Ya'ni hech qanaqangi deyarli o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni 1 dan keyin 2 keladi, ya'ni 1 dan 2 ga o'tganda bitta qadam tashlayapti, 2 dan 3 ga o'tganda yana bitta qadam. Agar 1 dan boshlab 10 gacha 9 gacha bo'lgan sonlar orasida agar masal uchun 1 dan 3 ga o'tadigan bo'lsa, 2 ta qadam tashladi, ya'ni 2 ta qadam sakrab o'tdi. Shuning uchun 2 qo'ysak, faqat bizga shunda faqat juftlarini tashlab, ya'ni 1 dan boshlanganligi uchun to'qlarni chiqarib beradi. Agar biz mana bu yerga 2 qo'yadigan bo'lsak, bu boshlanishi 2 dan boshlaydi-da, faqat juftlar bo'yicha, ya'ni sakrab o'tadi. Sakrab o'tganda faqat juftlarini ko'radi. Va bu bizga anchagina qulaylik beradi. Xo'sh, forni nimalar ustida ishlash mumkin? Biz hozirgacha o'tdik: list, tuple, set, dictionary, stringlar
ya'ni string hosil qilish mumkin va o'shalar ustida bemalol forni ishlatib o'tish mumkin va uni ham o'sha list dictionary set mavzularida for orqali ishlashni ham ko'rib o'tganmiz. Bemalol o'sha darsni ko'rib olishingiz mumkin. Xo'sh, agar bu darslar sizga foydali bo'ladigan bo'lsa, men maqsadimga yetdim. Agar qaysidir joyini tushunmay qolgan bo'lsangiz, oldingi mavzular va bu mavzular to'laqonli yo men xo'sh tushuntira bera olmadim yoki siz qaytadan harakat qilishingiz kerak. Har bir narsa birinchisida har doim ham o'xshamaydi. Xo'sh, ko'p gapirmaymiz. Keyingi ko'radiganimiz keyingisi misol uchun for break degan funksiya bor edi, shuni ham ko'rib o'taylik. In range 8gacha 7gacha bo'ladi. For ichida if ishlatishimiz mumkin. Masalan, if shu i teng bo'lganda 6ga teng bo'lgan zot yo'q, bizga break qaytarsin. Print mana bu yerda ko'rib turishimiz mumkin. Bizga 5 gacha bo'lgan son qaytdi, ya'ni 6 ga teng bo'lganda break qilib siklni aylanishini to'xtatib qo'ydi break funksiyasi. Agar biz mana bu yerni izohga shartga olib qo'yadigan bo'lsak, biz ko'rishimiz mumkin mana 1 dan 7 gacha bo'lgan son. Ya'ni breakning xo'sh vazifasi shu siklni yoki funksiyani amalni to'xtatib qo'yish. Keyingi funksiya bu continue degani bor. Continue bu nima? Davom etish. 6 ga teng bo'lganda davom etish. Bu xo'sh, mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, 6 son yo'q, lekin biz mana bu yerda bo'lish kerak edi. Mana bu yerda 6 son bo'lgan, oldingi print qilganimizda mana bu yerda 6 son yo'q. Bu aynan nima? O'sha son sikl 6 ga kelganda, o'sha i6 mi 6 ga teng bo'lganda, ya'ni continue, ya'ni sakrab o'tish ma'nosidami shunaqa. Dastur xo'sh sakrab o'tib ketadi. Agar sizlarga shu tushunarliroq bo'ladigan bo'lsa, agar xo'sh continue o'zini tarjimasi xo'sh davom etmoq, ya'ni o'sha paytda aynan shu shart bo'lganda o'sha joyni tashlab o'tib ketadi. Ya'ni dastur o'sha joyni tashlab davom o'tib ketadi degan ma'noda tushunishimiz mumkin. Xo'sh, yana bir ko'radiganimiz each for xo'sh, bu yerda mana bu ichimich for bo'ldi. Ya'ni bu yer nima qildi? Xo'sh, bu menimcha uzun bo'lib ketdi. Shuning uchun 3 qilaylikda. Buni 2 qilaylik. Buni o'zi 2 qiladigan bo'lsak, 3. Buni bir xil uzunlikdagi. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu ham for ham shu 1 dan 1 2, ya'ni 1 dan 2 gacha bo'lgan shu ikkita sonni gacha aylanadi. Bu ham shu. Mana bu nima? Bu 1 keladi, 1 keladida har bir ya'ni
bir kelib, mana bu yerdagi bir kelsa, mana bu yerdagi birinchi element bilan har bittasi bilan tekshirilib aylanib chiqiladi. Ya'ni ich for shunday ishlaydi. Misol uchun buni yaxshiroq tushunish uchun bunday qilaydi. Mevalar bo'lsin. Mana bu yerda array orqali aylansin. Bizda qanday o'zgarish bo'ladi? Mana ko'rib turganimizdek, birinchi, ya'ni fordagi birinchi olma elementi bo'ldi. Olma elementi keyingilarning, misol uchun, har biri bilan, masalan, mana bu yerga agar 4 qo'yadigan bo'lsak, birdan 3 gacha bo'ladi, 3 gacha, ya'ni birinchi fordagi element ichidagi fordagi elementning har biri bilan tekshirilib chiqiladi. Ya'ni ich for shunday ishlaydi. Undan tashqari range funksiyasidan tashqari yana bitta o'zgaruvchi bor, funksiya bor. Forning funksiyalaridan biri. Misol uchun mana buni mana bu chiqartirsin bizga. Shundan foydalanib keta qolamiz. Indexni olsin va shu arrayni olsin. In va array bo'yicha r bo'la qolsin bu. Farqi yo'q. Mana bu yerdagi ejk deb yozsak ham bo'laveradi. Shunchaki print index va mana bu bizga ko'rishib o'tirishimiz mumkin. Ya'ni mana bu listni, mana bu yerdagi listni har bir, ya'ni indeksi bilan birinchi indeksni oladi va r, ya'ni shu 0-indeksda nima degani, 0-indeksda olma, ya'ni 0-indeks olma, birinchi indeksda 0, ikkinchi indeksda bx. Ya'ni bu ikkita parametr indeksi va qiymatlari bo'yicha aniqlash uchun ishlatishimiz mumkin. Kelinglar bir oddiyroq misol ko'raylik. Misol uchun bizga number degan sonlar bor. Ular lista. Biz ularni juftlarini chiqaraylik. Juftlarini ekranga chiqarish uchun in number bilan ichiga chiqamiz va if qilamiz. Har bir qoldiqli bo'lsak 2 ga va teng bo'lsa 0 ga, ya'ni bu degan juft bo'lsa bo'ladi. 2 ga bo'lganda qoldig'i 0 ga teng bo'lsa bu son juft va print ni chop qilib qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek, faqat juftlari chop bo'ldi va faqat toqlarni oldik. Mana bu yerga teng emasni qo'yib qo'ysak, mana bu yerda faqat toqlarini ko'rishimiz mumkin. Bu oddiyroq misol edi. Logikadan dasturni ishlab chiqilishidan kelib chiqib, har xil logikalarni yozishimiz mumkin. Bundan tashqari list comprehension degan bor va mana bu kodlarni umuman bitta list ichida yozib ketish mumkin va u bo'yicha ham darslik chiqarganman. O'tib ko'rishni tavsiya qilaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha.